Binafsha shu'lasi. Ikkinchi kitob. Usoma Muslim. Muattar yostiq. Qayg'udan cho'kib qolgan Rozi Jobir hamrohligida shifoxonadan chiqib uyga qaytdi. Qasrga kirganida uni yuzlarida qayg'u va xavotir alomatlari balqib turgan Saboh bilan Xanin kutib olishdi. Rozi ular bilan gaplashgisi ham kelmay tepa qavatga chiqib ketmoqchi edi. Saboh uni to'xtatdi. Ahvolingiz yaxshimi? Maryamni aytyapsizmi? Yo'q, o'zingizni so'rayapman, bolam. Saboh Maryamning emas, uning holidan tashvishlanayotgan Rozini hayron qoldirdi. Men yaxshiman, shifoxonadan kelyapman. Xanin mahzun ohangda dedi. Sizga hamdardlik bildiramiz, janob Rozi. Maryam xonim hammamiz uchun juda qadrli edilar. Sabohning ko'zlaridan yosh quyila boshladi. Uning vafoti hammamizga og'ir botdi. Bu gapni eshitib, Rozining oyoqlaridan mador ketdi. Turgan joyida qotib qoldi. Nima? Nima deyapsizlar? Hozirgina uning yonidan keldim. U tirik. Saboh kafti bilan og'zini berkitib, ho'ngrab yig'lab yubordi. Xanin Roziga yaqinlashdi. Kelishingizdan sal oldin doktor Nojiy shifoxonadan qo'ng'iroq qildi. Maryam xonim omonatini topshiribdilar. Xonimning so'nggi lahzalarida yonida bo'libsiz. Shuning uchun Xanin gapira olmay to'xtab qoldi. U qizargan ko'zlaridan yosh otilib, yashin urgandek butun tanasi titray boshlagan Roziga tikilib qolgan edi. Xanin ortga biroz tisarilib, onasining yelkasidan tutdi. Rozi ho'ngrab yig'lamadi, baqir-chaqir ham qilmadi. Bunday alamli vaziyatda undan qutulishi mumkin bo'lgan hech qanday ishga qo'l urmadi. Aksincha, tinmay yig'layotgan Sabohga uning mahzun qiziga bir necha daqiqa tikilib turgach, zina tomon yurishda davom etib, tepa qavatga xonasiga yo'l oldi. Xonasiga kirib, eshikni ichkaridan berkitib oldi. Shu bilan eshikni ertasi kuni tongda uni ohista taqillatishganda ochdi. Eshik oldi qattiq qayg'uga botgan sezilib turgan Jobir turardi. Jobir yig'i aralash ovozda dedi. Janob Rozi, qadri baland mahrumamizning vafoti. Sizga chuqur hamdardlik bildiraman. Qayg'udan so'lib qolgan Rozi zo'rg'a javob berdi. Rahmat Jobir. Qachon boramiz? Qayerga? Shifoxonaga. Maryam xonimni u yerdan olib, ularning oilaviy xilxonasi bor. Pastda janob Molik kutyaptilar. Yonlarida janob Rozi uning gapini bo'ldi. Men borolmayman. Molikka ayt. O'zi hal qilsin. Borolmayman, tanamda mador yo'q. Jobir bosh egdi. Xo'p bo'ladi. Shunday deb aytaman. Rozi dafn marosimida ham Molik qasrning hovlisida xizmatchi va ishchilar uchun tashkil qilgan kichik ta'ziya marosimida ham qatnashmadi. Bundan g'azablangan Molik qasrdan chiqar ekan, uni pastkash, razil deb haqoratladi. Maryamni hech qachon sevmaganlikda, unga g'amxo'rlik qilmaganlikda ayblab, undan intiqom olishga va'da berdi. Rozi Molikning baqir-chaqirini eshitib turdi, ammo unga ahamiyat bermadi. To'shagida qolib, Maryamning hidi arimagan yostiqni quchoqlab yotaverdi. Rozi xonasidan 2 kun chiqmadi. Shu 2 kun ichida tuz totmadi, suv ham ichmadi. 3-kuni tongda Rozining eshigi bir necha marotaba taqilladi. Rozi zo'rg'a o'rnidan turib eshikni ochdi. Eshik oldida qo'lida yegulik ko'targan Saboh turardi. Rozi uning qo'lidagi yegulikka qarab qo'ydi-da, yotog'iga qaytib, yostig'ini quchoqladi. Quyosh nurlarini to'sib turgan qalin parda ortiga yashiringan derazaga tikilib yotaverdi. Saboh ichkariga kirib, qo'ldagi idishni karavot yonidagi stolga qo'ydi. So'ng pardalarni ochdi. Xonaga quyosh nurlari kirib, har tarafga taraldi. Rozining tushkun yuziga ham tushdi.
Rozi darhol yuzini derazadan burdi. Saboh derazani ochgach, ichkariga, toza havoga kirib, xonani egallagan o'lim hidini hayday boshladi. Saboh qo'l qovushtirgancha dedi: Yaqin insonini yo'qotgandan keyin hayotga qaytish oson emas. Lekin Maryam xonim hozirgi ahvolingizdan mamnun bo'larmidi? Rozi Sabohga javob qaytarmadi. Unga qarab ham qo'ymadi. Saboh gapini davom ettirdi. Bechora uzoq yillar baxtdan mahrum edi. Siz unga o'sha baxtni tuhfa qildingiz. Xonimni siz bilan o'tkazgan damlardagichalik baxtli holda ko'rmaganman. Shuning uchun bu baxtning davom etishidan ham, uni ham, o'zingizni ham mahrum qilmang. U sizni hozir ko'rib turibdi. Ahvolingizdan juda xafa ekaniga shubham yo'q. Rozi bir nuqtaga tikilgancha so'zladi. U ketdi. Meni ko'rmayapti. His ham qilmayapti. Undan faqat mana shu yostiq qoldi. Bundan ham uning ifori ketib boryapti. Saboh eshik tomon yurdi. O'zimiz xohlamasak, hech kim, hech narsa bizni tashlab ketmaydi. Rozi nigohini derazadan uzmay yana yostiqni quchoqladi. U meni chindan ham sevarmidi? Nima deb o'ylaysiz? Saboh yurishdan to'xtab, xo'rsindi. Boshini quyi soldi. Mening ishonchim komil bo'lgan yagona narsa shuki, u bilan o'tkazgan uzoq yillik hayotim davomida xonim siz bilan doim birga bo'lishni istaganchalik boshqa narsa istaganini, intilganini sira ko'rmaganman. Siz buni sevgi deb o'ylaysizmi? Boshqa nima bo'lishi mumkin? Bilmasam, dedi Rozi yostiqni qattiqroq quchib. Saboh xonadan chiqib eshikni yopdi. Rozi esa yostiqni quchoqlagancha xonasida qoldi. Kech kirgach, Saboh yana Rozining eshigini qoqdi. Rozi izn bergach ichkariga kirib, uni ertalabki holatda ko'rdi. Janob Rozi, bir odam siz bilan uchrashmoqchi ekan. Hech kim bilan ko'rishishni xohlamayman. Bu juda muhim masala, kechiktirib bo'lmaydi. Rozi boshini ko'tardi, karavot chetiga o'tirdi. Men uchun bu hayotda muhimlikka arziydigan hech narsa qolmadi. Unday demang. Bu uchrashuvda Maryam xonimning vasiyati o'qib eshittiriladi. Rozi yalt etib Sabohga qaradi. Vasiyati? Ha, xonimning shaxsiy advokati keldi. Kabinetda o'tiribdi. Hammamiz u yerga kirishimiz shart ekan. Shundan keyingina vasiyatni ochar ekan. Rozi yostiqni yoniga qo'yib, unga jim tikilib qoldi. Saboh chiqmoqchi bo'lib so'radi. Nima deyin? Rozi o'rnidan turdi. Hozir boraman. Saboh bosh egdi. Xo'p bo'ladi. Oradan 10 daqiqa o'tar o'tmas, Rozi pastga tushib, to'g'ri Maryamning kabinetiga kirdi. Ichkarida bashang kiyingan, kattakon ko'zoynak taqqan bir kishi Maryamning ish stolida o'tirib, qandaydir qog'ozlarni diqqat bilan o'qir edi. Uning ro'parasida Molik oyog'ini chalishtirib, tamaki tutatib o'tirardi. Bir chetda Saboh bilan qizi turar, ularga yaqinroq joyda esa Jobir bor edi. Hammaning nigohi oldidagi qog'ozlarni ko'zdan kechirayotgan kishiga qadalgan. Advokat xonaga Rozi kirganini ko'rib so'radi. Janob Rozi bo'lsangiz kerak. Rozi hech narsa demay, ha degandek bosh irg'adi. Unday bo'lsa boshlaymiz. Advokat Roziga ishora qilib, Molikning yoniga o'tirishni taklif qildi. Rozi yoqtirmasa ham noiloj Molikning yoniga o'tirdi. Molik uning naq basharasiga tutun purkab, g'azab to'la ohangda kinoya qildi. Buni qaranglar. Janozaga kelmagan odam merosni taqsimlashga yetib kelibdi. Albatta kelasan-da, o'zi boshidan niyating shu edi. Rozi o'zini majburlab, uning zaharli pichingiga e'tibor bermay, bor diqqatini bashang kiyingan kishiga qaratdi. Advokat ko'zoynagini yechib, stolga qo'ygach, gap boshladi. Hammangizning xabaringiz bor.
Men Maryam xonimning advokatiman. Men marhumaning mol-mulkiga aloqador barcha qonuniy ishlarga mas'ul bo'lgan rasmiy shaxsman. Mening ma'sumligim va vakolatim xonimning so'nggi vasiyatini ochib, haqdor merosxo'rlarga o'qib eshittirishni ham o'z ichiga oladi. Malik qo'lidagi tamakini chertib, kulni oyoqlari ostidagi gilamga to'kdi. So'ng ortida turganlarga ko'z tashladi. Haqdor merosxo'rlarning hammasi ham kelmadi. Bu yerdagilar kimni nazarda tutayotganimni juda yaxshi bilishadi. Hazim xotirjam javob qildi. Men bu yerga faqat Maryam xonim aytgan odamlarnigina chaqirdim. Unda nega xizmatkorlar ham kelsin dedingiz? Ular merosxo'r emas-ku, menimcha bu yerda qandaydir xatolik bor. Hazim yonida turgan diplomatni olib stolga qo'ydi. So'ngra uni ochib, ichidan qizil surg'ich bilan muhrlangan konvertni oldi. Maryam xonim vasiyat o'qib eshittirishiga kelishni lozim bo'lgan odamlarning ism-shariflarini menga ro'yxat qilib bergan. Bu yerda hech qanday xatolik yo'q, janob Malik. Malik kekkaygancha zaharxanda qildi. Maryam ularga ham xolis xizmati uchun bu narsa qoldirgandir-da. Amakimning qizi saxiy edi. Bu bechoralarni unutmasligi turgan gap. Hozim Malikning gaplariga e'tibor bermay qolganlarga xitob qildi. Vasiyatni ochib, o'qib eshittirilmasdan oldin kimningdir aytadigan gapi bormi? Malikdan boshqa hamma yo'q degandek bosh chayqadi. Malik esa savol tayyor edi. Bu vasiyat qachon yozilgan o'zi? Ancha yillar oldin. Ammo Maryam xonim bir necha kun oldin meni chaqirib, unga ayrim tuzatishlar, qo'shimchalar kiritishni buyurdi. Qanaqa tuzatish? Men buni bilmayman. Men yangi vasiyatni o'qimaganman, chunki Maryam xonim uni menga ko'rib turganingizdek yopiq holda, muhr urilgan konvertda bergan. So'ng menga uni xonim vafot etganidan keyingina, sizlarni shu yerga chaqirtirganimdagina ochishni buyurgan. Men vasiyatnomaning mazmunini bilgan taqdirimda ham bu haqda gapirishga haqqim yo'q. Meni so'roqqa tutishdan to'xtasangiz, vasiyatda nima yozilganini hozir hamma bilib oladi. Malik tamakisini oyog'i ostiga tashlab o'chirdi-da, to'ng'illadi. Bo'pti. Vaqtni ketkazmay vasiyatni tezroq oching. Hali bir dunyo ishlarim bor. Advokat ko'zoynagini taqib, konvertni stol ustiga qo'ydi. Muhrni buzib, konvertdan bir talay varaqlarni chiqardi-da, ularga ko'z yugurtira boshladi. Malikning sabri chidamadi. Nima qilyapsiz? Uni faqat o'zingiz o'qiysizmi? Hammasini o'qiymi yoki faqat merosga tegishli joyinimi? Merosni, xulosani ayting, bo'ldi. Shu payt Rozi tilga kirdi. U Hozimga qat'iy ohangda dedi. Har bir harfini o'qiysiz. Eshitgisi kelmaganlar ketaversin. Malik unga g'azab bilan xo'mraydi, lekin noiloj boshqa gap qistira olmadi. Hozim qo'ldagi varaqlarni tartiblab olgach shunday dedi. Yaxshi, bu varaqlar ichida bu yerga tashrif buyurgan insonlarga atalgan maktublar ham bor. Kirish qismini o'qigandan keyin har bittasini tartibi bo'yicha o'qib eshittiraman. Advokat o'qishni boshladi. Azizlarim, hayotimda borligingiz uchun minnatdor bo'lganimdek, bu yerga kelganingizdan ham minnatdorman. Yorug' olamni tark etishimdan avval erishgan yutuqlarimda har biringizning ulkan hissangiz bor. Umid qilamanki, men yanada yaxshiroq, go'zalroq joyda bo'laman. Bu dunyoda qisqa umr yo'limda baxtimni izlab, uni sizlar bilan, sizlarning orangizda topdim. Sizlarga ham ana shunday baxtga to'la hayot tilayman. Sizlarni qachondir bilib-bilmay xafa qilgan bo'lsam, meni kechiringlar. Hayot menga adolat qilmadi deb yurar edim. Hayotimga sizlarni olib kirib, menga mislsiz adolat ko'rsatdi. Men faxrlana oladigan birgina xursandchilik bo'lsa, sizlar va sizlar bilan o'tkazgan lahzalarimdir. Hozim tomog'ini qirib, yengilgina yo'talib oldi. Keyingi qism Saboq xonim bilan uning qizi Hanin xonimga bag'ishlanadi.
Men onamni ko'rolmaganman, ko'rishga ulgurmay ayrilganman. Aka-uka, opa-singillarim bo'lmagan. Lekin hayotimga men onam deb bilgan inson Saboh kirganidan keyin bu ayriliq hissi yo'qoldi. Saboh xonim, ismingizga monand menga tongning iliq nurini sovg'a qildingiz. Meni pok qalb sohibasi bo'lmish yagona singlim, dugonam, sirdoshim Hanim bilan birga qanotingiz ostiga oldingiz. Siz ikkingiz qalbimni zulmatdek qoplagan, xafalikni yoritgan shamchiroq bo'ldingiz. Sizlarni ko'rgan zahotim yuzimga tabassum yugurdi. Sirlarimni singlimdan ham sir tuta olgan onajonim. Singlimning shifokor bo'lish orzusini ro'yobga chiqaring. Menga suyanch, tayanch bo'lganingizdek, unga ham suyanch, tayanch bo'ling. Men bundan juda xursand bo'laman. Men uchun qilgan fidoyiliklaringiz hajmicha, birga to'kkan ko'z yoshlarimiz adadicha sizlarga rahmat aytaman. Sizlarni sog'inib qolaman. Saboh ham, Hanin ham bu so'zlarni eshitib yig'lab yuborishdi. Ammo Molik shu yerda ham masxaromuz gap qistirib o'tishdan o'zini tiya olmadi. Qaysi fidoyiliklarni aytyapti? Xizmat qilgan bo'lsalaring, xizmatingga yarasha oylik olgansanlar. Chakagingni yop, bo'lmasa o'zim yopib qo'yaman, dedi Rozik g'azab bilan unga o'girilib. Molik uni nazarga ilmay advokatga yuzlandi. Davom eting, gapni cho'zmang. Hozim o'qishni davom ettirdi. Navbatdagi satrlar janob Jobirga atalgan. Hayotim yutuq va yo'qotishlar, erishish va judoliklar orasida o'tdi. Hayotimni tark etganlar yonimda qolganlardan ko'proq bo'ldi. Lekin ularning orasida bir istisno bor. Bu inson mening yonimda, mendan oldin otamning yonida turdi. Bu inson doimiy fidoyilik ko'rsatishga majbur emasdi. Men uning sayohat qilishni, dunyo kezishni yoqtirishidan xabardor edim. Bir necha bor unga ketishga ruxsat ham bergan edim, ammo u ketmadi. Mening yonimda qoldi, chunki u yonimda bo'lsa, o'zimni xavfsiz his qilishimni yaxshi bilardi. Juda oliyjanob insonsiz. Mardligingizning esa cheki yo'q. Otajonim Jobir, o'z farzandlaringiz bo'lmasa-da, sizda misli ko'rilmagan otalik mehri bor ekan. Meni erka qizingiz deb bildingiz. Boshimda tojim bo'lgan otamdan ayrilgach, sizni boshimga toj qildim. Oldimda qalqon bo'lib, meni har qanday qo'rquvdan himoya qildingiz. Yonimda tayanch bo'lib, hayot zarbalaridan yiqilgan paytimda meni oyoqqa turg'izdingiz. Otajon, uzoq vaqtdan beri meni himoya qilaman deb yig'ib olgan qanotlaringizni yozish fursati yetdi. Ularni yozib, samo kengliklari uzra parvoz qiling. Olamni ko'rish orzuyingizni ro'yobga chiqaring. Bu mening sizdan tilagan, dunyoni tark etganimdan keyingi eng asosiy o'tinchimdir. Uni men uchun amalga oshirasiz degan umiddaman. Jobir furashkasini yechib, ko'zlaridan oqayotgan yoshlarni yashirish uchun yuzini berkitib oldi. Nechi bet qoldi, dedi Molik uf tortib. Hozimning ensasi qotdi, ammo ovozidan rasmiy ohangni yo'qotmadi. Navbatdagi satrlar sizga tegishli yoki o'qimay qo'yaveraymi? Shuncha gapni eshitib, chidab o'tirdik. Endi menga kelganda nega o'qimas ekansiz? O'qing. Hozim Molikka tegishli qismini o'qiy boshladi. Amakivachcha Molik, sen haqingda nima ham derdim? Qon qarindoshlik har doim ham ruhiy yaqinlikni bildiravermas ekan. Bizning oramizdagi qondoshlik ham shunday. Senga ham, sen haqingda ham ko'p gapirib o'tirmayman. Ichingda nimalar yashirin ekanini o'zing yaxshiroq bilasan. Xususiyatlaringni sanab o'tmoqchi yoki niyatlaringni fosh etmoqchi emasman. Sen mening zimmamga yuklatilgan majburiyat eding xolos. Men esa uni imkon darajasida kamroq zarar bilan o'tadim. Mendan qanday yaxshilik ko'rgan bo'lsang, bilginki, barchasi otamning sen haqingdagi vasiyatiga hurmat yuzasidan edi. O'sha vasiyat bo'lmaganida sen hech qachon hayotimning bir qismiga aylanmagan bo'larding. Senga, o'zingga o'xshaganlardan xoli butunlay boshqacha hayot tilab qolaman. Bu gaplar Molikka yoqmadi. Bu nima degan gap? Hozim tishiga qo'yib davom etdi.
Meros tafsilotlaridan oldingi oxirgi qismga keldik. Keyingi gaplar janob Roziga atalgan. Agar senga muhabbatim so'z bo'lsaydi, uni izhor qilgan bo'lardim. Agar muhabbatim qurbonlik bo'lsa, fido bo'lardim. Lekin muhabbat tushdir. Men uyg'onib ketib, yo'qotib qo'yishdan cho'chiydigan tush. Hayotimga kutilmaganda, menga sezdirmay kirib kelgan insonni tilga olmasam, qisqagina hayotimdagi suyuklilarim bilan achchiq vidolashuvim, vasiyatim to'liq bo'lmas edi. Men hech qachon yer yuzida, bizning oramizda yuradigan farishta borligiga ishonmagan edim. Sening muzqaymoq yeb turganingni ko'rmagunimcha shunday bo'ldi. Rozi, sen yuragimning, hayotimga yetishmayotgan parchasi eding. Qancha gapirsam ham, harchand urinsam ham haqqingni ado etolmayman. Bilaman, hozir boshing ko'plab savollardan yorilay deyapti, biroq menga ishon. Ularga beriladigan javoblar seni battar sarosimaga soladi xolos. Men sen bilan ko'proq vaqt o'tkazishni, yo'qotganlarimning o'rnini sen bilan to'ldirishni xohladim. Bilaman, men anchagina xudbin bo'ldim. Lekin seni istash fazilat, seni qo'lga kiritish esa chinakam yutuq edi. Senga yaqin bo'lish uchun bor kuchim bilan harakat qildim. Jonimni jabborga berdim. Kerak bo'lsa, ko'p narsadan voz kechdim. Meni sendan faqat o'lim ajrata olardi va shunday bo'ldi ham. Ammo sen o'zgarma. Orzularingdan voz kechma. Men har bir qadamda sen bilan birgaman. Va'da beraman. Rozi indamay, yoshli ko'zlarini yerga tikdi. Dard alam bilan chuqur-chuqur xo'rsindi. Molikning sayozgina sabr kosasi to'lib toshdi. Bo'ldimi, tugadimi? Xozim jiddiy ohangda davom etdi. Ha. Endi vasiyatning to'liq yuridik asoslangan moliyaviy qismini o'qiyman. Bu vasiyatning hukmi o'qilishi bilan kuchga kiradi. Uning faqat sud orqaligina e'tiroz bildirish mumkin. Shu payt Molik advokat o'qimay chetga qo'yib qo'ygan varaqqa e'tibor qaratib qoldi. Ana varaqchi, nega uni o'qimadingiz? Bu varaq ma'lum bir shaxsga atalgan. Uning orqa tomonida faqat o'sha odam o'qisin degan eslatma yozilgan. Ha, unda mayli, shart emas. Men qancha meros olishimni ayting. Shu bexosiyat joydan tezroq ketay. Xozim vasiyatnomaning so'nggi sahifalarini o'qiy boshladi. Vasiyatnoma. Quyidagi satrlarni aql-hushim butkul joyda bo'lgan holda, birorta shaxsning yoki birorta holat ta'sirisiz, o'z ixtiyorim bilan yozmoqdaman. Vafotimdan so'ng mol-mulkimni quyidagicha taqsimlashni vasiyat qilaman. 1. Shahar markazidagi Moviy Sharshara ko'chasidagi uy Saboh xonimga, uning yonidagi uy esa Saboh xonimning qizi Xaninga berilsin. Ularning har biriga shaxsiy hisob raqamimdan naqd pullardan 2 yillik nafaqa puli tayinlansin. Mashinam janob Jobirning nomiga rasmiylashtirilsin. Shaxsiy hisob raqamimdagi naqd pullardan 5 yillik nafaqa puli tayinlansin. Bu qanaqasi? 5 yil merosni butunlay sovuribdi-ku, aniq shunday deb yozilganmi o'zi, dedi Molik asabiylashib. Xozim xotirjam, ammo biroz keskin javob qildi. Vasiyat qo'lda yozilgan, shubhaga o'rin yo'q. Molikning o'zini tutishdan Rozining fig'oni falakka chiqa boshlagan edi. Janob Xozim, davom eting, unga e'tibor bermang. Molik tutaqib Roziga o'shqirdi. Sen kimsanki bunga e'tibor bermang deysan? Sen kasal jiyanimning boshini aylantirib, unga uylanib olgan o'g'risan. Xozim unga qarab, jiddiy ohangda gapirdi. Janob Molik, baqirishni bas qiling. Sizni ogohlantiraman. Bu yerda rasmiy marosim bo'lyapti. Molik qo'lini chalishtirib, qovog'ini uyib gapdan to'xtadi. Xozim nigohini yana qo'lidagi varaqqa qaratdi. 3. Qasr, fabrika va hisob raqamimda qolgan pullar avvalgi 2 banddagi ko'rsatmalar
bajarilgandan keyin jufti halolim janob Rozining nomiga o'tsin. Bulardan boshqa barcha shaxslar, hatto qarindosh urug'im bo'lsa ham, merosdan mahrum qilinsin. Molik o'rnidan sakrab turib ketib, hammaga qarata qichqirdi. Bu qalloblik, soxta vasiyatnoma bu. Janob Molik, o'zingizni qo'lga oling, dedi Xozim xotirjam. Asabiylashib ketgan Molik ko'rsatkich barmog'ini advokatning yuziga bigiz qilib baqirdi. Jim bo'l, ablah. Sen ham mana shu qallobning ichidasan. Hujjatlarni sen soddalashtirgansan, sen. Xozim Molikka javob qaytarmadi. Shunchaki bir necha soniya davomida unga achinib qarab turdi. Lekin Rozi jim qarab turmadi. Shartta o'rnidan turib, Molikka eshikni ko'rsatdi. Chiq bu yerdan. Sen kimsanki meni jiyanimning uyidan haydab chiqarasan? Men seni nafaqat uning uyidan, balki fabrikadan ham, hayotimizdan ham badarg'a qilaman. Yo'qol, ikkinchi ko'zimga ko'rinma. Bundan buyog'iga bu uyda senga o'rin yo'q. Sen ko'rnamak, nonko'rga bu ham kam. Kutilmaganda Molik to'satdan tinchlanib, bo'yinbog'ini to'g'riladi. Ko'zlarini xiyol yumib, tirjaydi. To'g'ri aytasan. Mening joyim bu yerda emas. Molik eshikni yopmay xonadan chiqib ketdi. Xozim Sabohga qaradi. Saboh xonim, eshikni yopib qo'ya olasizmi? Gapimni buyruq o'rnida emas, iltimos sifatida qabul qiling. Qani eshik tomon yurdi. O'zim yopaman, siz qo'yavering. Qani eshikni yopib joyiga qaytib keldi. Rozi esa Sabohga yonimga o'tiring deb ishora qildi. Keyin Jobirga ham shunday ishora qildi. Xozim so'zida davom etdi. Demak, davom etamiz. Rozi hayron bo'ldi. Davomi bormi? Yana nimadir qoldimi? Saboh qo'lni Rozining yelkasiga qo'ydi. Saboh bu harakati bilan Roziga o'zingizni qo'lga oling deyotgandek edi. Advokat vasiyatning qolgan qismini o'qishda davom etdi. 4. O'g'lim Vohidning vasiyligi umr yo'ldoshimga o'tkazilsin. O'g'lim voyaga yetgunga qadar umr yo'ldoshim unga mas'ul bo'ladi. Faqat umr yo'ldoshim vasiylikni o'z xohishi bilan qabul qilishi shart. Jufti halolim buni rad etish huquqiga yoki oilamdagi boshqa munosib shaxsga topshirish huquqiga egadir. Uning bu qarori vasiyatda ko'rsatilgan merosni olishga hech qanday ta'sir ko'rsatmaydi. Bu gap Rozi uchun kutilmagan qattiq zarba bo'ldi. Buni hamma uning yuz ifodasidan sezdi. Bu yerdagilarning hammasi Maryamning Vohid degan o'g'li borligidan xabardor edi. Ammo Maryam o'g'li borligini Roziga aytmagan. Qolganlarga ham bu haqda Roziga aytmaslikni tayinlagan edi. Rozi nima bo'layotganini anglamay Sabohga o'girildi. O'g'lim deyaptimi? Uning farzandi bormidi? Maryam menga ilgari turmush qurganini aytgan edi, lekin o'g'li borligini men sizga hammasini aytib beraman, dedi Saboh Rozining gapini bo'lib. Xozim qo'ldagi hujjatlarni stol ustiga qo'yib shunday dedi. Vasiyat to'liq o'qib eshittirildi. Endi darhol uning ijrosiga kirishaman. Vasiylik bo'yicha qaror qabul qilish uchun sizga bir hafta muhlat beraman, janob Rozi. Obdan o'ylab menga yakuniy qaroringizni aytasiz. Men esa shunga qarab ish tutaman. Molik so'ragan varaqchi. Xo'sh. Maryam uni kimga atab yozgan? O'g'liga. Xonim menga uning o'g'lining yolg'iz o'ziga o'qib mazmunini tushuntirishni tayinlagan. Vohid hozir qayerda? Saboh yana Roziga xijolatli ko'zlari bilan qaradi. Janob Rozi, sizga aytdim-ku. Rozi Sabohga qo'l uzatib, jim turing deb ishora qildi. Kechirasiz, advokatning javobini eshitib olay. Xozim davom etdi. Vohid shahar tashqarisidagi maxsus maktabda o'qiydi. O'sha yerda yashaydi. U yerdan yiliga bir marta bir oy muddatgagina chiqadi. Shu bir oyda xonim bilan mashinada janob Jobir hamkorligida shahar tashqarisiga safar qilar edi. Ha, to'g'ri. Biz fermaga borardik. Maryam xonim janob Vohid uchun fermani ijaraga olardi. Janob Vohid hayvonlarni yaxshi ko'radi, dedi Jobir.
Rozi so'radi. U necha yoshda? Hazim qog'ozlarga bir qarab oldi. 9 yoshda. Janob Rozi, sizda tug'ilgan barcha savollarga javob berishga tayyorman. Bunga haqlisiz. Ammo siz beradigan har bir savolning ortidan boshqa savol paydo bo'laveradi. Saboh xonim barcha savollaringizga javob beradi. Chunki u janob Vohidga aloqador gaplarni mendan yaxshiroq biladi. To'g'rimi, Saboh xonim? Saboh xonim ko'zlarida yosh bilan tasdiq ishorasini berib bosh silkidi. Xani onasining ahvolini ko'rib unga yaqinlashdi. Uni tinchlantirish uchun qo'lni onasining yelkasiga qo'ydi. Taqdirning kutilmagan zarbalaridan esankirab qolgan Rozi o'rnidan turib hammaga qarata dedi. Bundan hammangiz xabardormidingiz? Nega men oxirgi bo'lib bilyapman? Nega buni mendan yashirdingiz? Nega merosni u olmayapti? Nega bunday mas'uliyatni aynan men gardanimga olishim kerak? Advokat o'rnidan turib hujjatlarni diplomatga sola boshladi. Siz hech narsani gardaningizga olishga majbur emassiz, janob Rozi. Bu narsa vasiyatda ochiq aytilgan. Janob Rozi biroz asabiylashib boshladi. Yo'q, majburman. Maryam buni bilgan. Mening bosh tortmasligimni ham bilgan. Aks holda o'g'lining merosini menga qoldirmagan bo'lardi. U menga hech qanday ixtiyor qoldirmabdi. Aksincha, sizda merosni unga o'tkazib yuborish ixtiyori bor, dedi advokat diplomatini ko'tarib. Rostdanmi? Shunday qilsam bo'ladimi? Ha, albatta. Lekin janob Vohid voyaga yetmaguncha bu mol-mulklarni tasarruf qilolmaydi. Shuning uchun barcha mol-mulk uning vasiyligini zimmasiga oladigan odamning yoki yaqin qarindoshining tasarrufiga o'tadi. Qonunga binoan siz bu huquqdan voz kechsangiz, vasiylik janob Molikka o'tadi. Rozi nima deyishni bilmay xonadan chiqib ketayotgan advokatga qarab qoldi. Advokat xonadan chiqayotib unga bir qarab qo'ydi. Bir haftadan keyin yakuniy qaroringizni eshitaman, janob Rozi. Rozi borib divanga o'tirdi. Karaxt ahvoldaligi yuzini kaftlari bilan yopib, oyoqlari ostiga tikilib qoldi. Saboh Jobir bilan Xaninga xonadan chiqib bizni yolg'iz qoldiringlar deb ishora qildi. Jobir bilan Xanin ketgach, Saboh sekin gap boshladi. Hammasi joyida bo'ladi, xavotir olmang. Rozi yerga tikilib o'tirgan ko'yi so'zladi. Menga u haqda gapirib bering. Janob Vohidni aytyapsizmi? Ha, nega u Maryamdan uzoqda yashagan? Maryam nega uni mendan yashirgan? Maryam xonim uni faqat sizdan emas, hammadan yashirgan. Nega axir? Saboh Rozining yoniga o'tirib xotiralarini yodga oldi. Odam bolasi bu dunyoga yig'lab keladi. Vohid ham hamma chaqaloqlar qatori yig'lab tug'ildi. Hamma Maryamni tabrikladi, ammo Vohid onasi uni bag'riga bosish uchun yana farzand ko'rish imkoniyatidan voz kechganini hali bilmas edi. Shuning uchun Maryam xonim unga Vohid, ya'ni yagona degan ma'noni anglatadigan ism qo'ydi. Xonim uning boshqa ukalari, singillari bo'lmasligini bilardi. Shifokorlar xonimni Vohidga homilador bo'lishdan oldin ham sizga homilador bo'lish mumkin emas, deb qat'iy ogohlantirishgan. Chunki o'zining ham, bolasining ham hayoti xavf ostida qolardi. Sababi homiladorlik paytida o'zi uchun nihoyatda zarur bo'lgan dorilarni ichmay turishi kerak bo'lardi. Ammo Maryam xonim ogohlantirishlarga quloq solmay o'sha xatarli ishga qo'l urdi. Vohid 3 yoshga to'lganida er-xotin o'rtasidagi munosabatlar yomonlasha boshladi. Bu sovuqchilik ajrim bilan yakun topdi. Vohid esa onasining bag'rida ulg'aydi. Buni qarangki, ayni ota-onasining munosabatlari yomonlasha boshlagan paytda Vohidda autizm borligi ma'lum bo'ldi. Bechora bola bilan faqat onasi gaplashardi. Bolaning gaplari juda ham sodda, qisqa bo'lardi. U onasidan boshqa hech kimni yaqiniga yo'latmasdi. Qasrdagilarning hammasi uni gapga solishga, u bilan o'ynashga harakat qilib ko'rgan. Lekin Vohid bizga indamay tikilib turaverar yoki onasining xonasiga qochib borib, o'sha yerga berkinib olardi.
Menimcha, Maryam xonim bilan erining o'rtasidagi kelishmovchilikka ham janobning Vohidni tarbiya qilish uslubi sabab bo'lgan. Vohidning otasi janob Kamol o'g'li battar yakkalanib qolmasligi, yashashi kerak bo'lgan jamiyatdan uzilib qolmasligi uchun uni maktabga beraman deb oyoq tirab olgan. Maryamchi? Maryam oldiniga ko'ndi. Otasi qattiq turib bosim qildi. Shifokorlar ham janob Kamolning gapini ma'qullashdi. Shuning uchun xonim bu tajribani sinab ko'rishga majbur bo'ldi. Janob Vohidning maktabdagi birinchi kuni onasi uchun motamdek o'tdi. Xonim o'g'lini otasi bilan maktabga kuzatganidan boshlab tinmay yig'ladi. O'sha kun unutilmas bo'lgan edi.